Toshkent viloyati Qibray tumani Uzumzor mahallasida hovli sotiladi. 2 qavatli 9 ta xonadan iborat. Yer maydoni 8 sotiq, 3 sotiq qo'shimcha yer maydoni ham bor. Uy yevro remont qilingan, yashashga tayyor holda. Hovli ichida do'kon faoliyat yuritadi. Kuniga 5 million so'mgacha daromadi bor. Ichidagi barcha texnika va jihozlari bilan birga sotilmoqda. Gaz, elektr energiyasi, kanalizatsiya mavjud. Narxi $180 ming. Kelishiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 137 12 19, 90 kodi bilan 930 49 46. Shoshiling. Qadrli do'stlar, hozir Toshkent viloyati Qibray tumanidagi hovlimizga keldik. Bu yerda garajimiz joylashgan. Shu hovlini obzor qilib beraman men sizlarga. 2 qavatdan iborat bu hovlimiz. Yonida do'koni bilan birga sotiladi. Xudo xolasa bu uydan baraka topasizlar. Turmushimizda mashina qo'yish uchun parkovkasi bor. Keng hovli joylashgan. Hovlimiz 9 xonadan iborat bo'lib, yana xonamiz bor joyda. Ayvonimiz va ikkita zinadan iborat. Hovlimiz keng, ko'chatlar ekilgan. Bu hovlimizda suv, gaz, svetdan muammo yo'q, kadastri bor. 8 sotikdan iborat bo'lib xonadonimiz yana qo'shimcha zaxiratlariga ega. Xo'p, endi uyimizni obzor qilishdan boshlaymiz. Uylarimiz va konditsioner, mebel texnikalari bilan birga. Marhamat. Ko'rishinglar mumkin. Bu hovlimiz joylashgan, uyimiz issiq, konditsioner, mebel texnikalar hammasi qoladi. Bu birinchi xonamiz. Xonamizda mebellari, spaniyalar joylashgan. Xonamiz keng. Ikkinchi xonamiz bu mehmon xonamiz. Detkimiz joylashgan bo'lib, ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Fayzli. Bu bo'lsa 3-xonamiz bo'lib, mehmon xona hisoblanadi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Ancha mehmon kutilari bo'ladi. Hamma shart-sharoitlar bor. Mebel texnikalar hammasi qoladi. Spalnimiz. Ota-onalar yotadigan yotoqxona. Ko'rishingiz mumkin. 4-xonamiz bu. Hamma qulayliklari bor. Endi ikkinchi xonamizga o'tamiz. Qo'shnilar juda ahil. Hovlimiz keng. Bu tarafda yana imorat qursa bo'ladi qo'shimcha. Ota-onadan xudo xolisa baraka topadi. Keling yana. Bu xonamiz olgan odam xudo xolasa o'zini kursiga mos qilib remont qilib oladi. Bu yerda 3 xonadan iborat bu xonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hali ta'mir taraf hali bitmagan. Xudo xolasa olgan odam o'ziga qarab sekin qiladi. Yarim remontdan iborat, yarim tayyor. Bu 3-xonamiz, ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizda yana bir plyus tarafini aytaman sizlarga. Omborlari ham bor. Bundan tashqari
sizlarga bitta sir aytib ketaman. Bu xonadonimizda tayyor olgan odam baraka topadi. Nima uchun? Sababi bu tayyor do'koni bor, ishlab turibdi. Hozirgi paytda 5-6 million mebel texnika hamma shu uyda qoladi. Keling ko'rishinglar mumkin. Tayyor turgan do'kon. Ko'rib turganingizdek, hamma narsa tovari bilan, texnikalari bilan, mahsulotlari bilan shu yerda qoladi. Shu uy narxini bo'lsa, hozir